Oltin devor spektakli insoniyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanat hamda odamlar orasidagi munosabatlar mavzusini yoritadi. Asarning asosiy g'oyasi insonni halollik va adolat yo'lidagi kurashi, nafs va vijdon o'rtasidagi ichki ziddiyatlarni ochib berishdir. Ushbu asar orqali tomoshabinga hayotiy saboq berish, to'g'ri yo'ldan adashmaslik, adolat va haqiqat sari intilish zarurligini anglatish maqsadida ushbu spektakl sahnalashtirilgan. Oltin devor spektakli insoniylik va moddiyat o'rtasidagi kurashni aks ettiruvchi asarlardan biridir. Ushbu spektaklda insonning ma'naviy olami va moddiy boylikka intilishi o'rtasidagi ziddiyat keskin yoritilgan. Spektakl tomoshabinga oltin devor nima, boylikmi yoki adolatmi degan savolni qo'yadi va uni o'z vijdoni bilan yuzlashtiradi. Maqsad jamiyatda halollik, mehr, adolat kabi qadriyatlarni ulug'lash va inson o'z yo'lini tanlashida qanday sinovlardan o'tishini ko'rsatishdir. 40-45 yil oshnag'oyni bo'lib bir joyda turib, buni kim ekanligiga tushunmagan ekanman-ku. Ikkita yosh bir-biri bilan topishgandan keyin o'rtaga tushib nima qilasan, nomard? Ali shoshmay tur. Qizingni o'zing ikki qo'llab olib bermasang, ko'raman seni. Shoshma. Nima dedi? Yo'q deyapti. Yo'q deyapti, garang. Qizishmang. Erkin Vohidovning bu Oltin devor komediyasi uning o'ziga xos hajviyoti va xalqchil yumoriga boy badiiy estetik tafakkurning bir samarasi bo'lib yaratilgani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Oltin devor komediyasi syujet voqealarini harakatga keltiruvchi asosiy tugun ikki qo'shni hovlisi o'rtasidagi devor ostida topilgan bir xumchadagi oltinlarning mojarosi bilan bog'liqdir. Ayniqsa G'ani A'zamov tomonidan sichqon sig'mas iniga g'alvir bog'lar dumiga sahnasi o'z aybini yashirishga urinayotgan yoki muammoni noto'g'ri yo'l bilan hal qilmoqchi bo'lgan odamlarning ramziy tasviridir. Tonda to'yatadi va hayvonlar. Oyashanda qotadi va hayvonlar. Tinchgina yotgan mo'min joni va hayvonlar. Tinchgina ko'z. Yo'q. Nazarimda tillarni men topdim shekilli. Nega endi siz vahay, mana deb o'ynayapsiz? Nima bola, niyating buzilyaptimi? Devorni buzamiz degan kim? Devor urgan kim? Xudo rahmat qilsin, meni otam. Demak, tillarni otam ko'ngan. Nega endi siz o'yinga tushasiz? Devorni dodang urgan bo'lsa, loyni meni dodam qor bergan. Loy qoriganniki loyga qorishib ketadi, bildingmi? Bu yoqqa. Qaysi ular mulkiga dodang tili ko'madi? Meni bobom Xudoraxonni sarbozi bo'lganlar. Nega endi? Sarbozniki bo'lar ekan. Ichida mana u arqon nima qilib yuribdi? Xo'sh, arqon. Mendadan qassobmidi? Qassobmidi? Demak, buni qassob ko'mgan. Mana arqon ichidan chiqdi. Bildingmi? Eng ta'sirli lahzalardan biri devorning buzilishidir. Bu yerda adovat va dushmanlikdan voz kechish, do'stlik va birlikning yengishi tasvirlangan odamlar birlashsa qanday kuchga aylanishi aks ettirilgan. Devor orasida topilgan ko'zadagi tilla nafaqat boylik, balki ramziy ma'noga ega. Asar qahramonlari orasidagi ziddiyatlar, ularning maqsad va istaklar orqali jamiyatning turli qatlamlari tasvirlanadi. Bu tilla o'zlariga kerakmidi? Tilla o'zlariga kerakmi deyapman. Aha. Nima bo'pti? Voy. Orqada ishlarning mazasi ketgan qo'shnijon. Bir tilla tish qo'ydirib yegan ovqatni biz huzur halovatini sezaylik deyapmiz. Tillachish o'zlariga. Bu tuya hammomni orzu qilgan ekanda. Labey. Labey. Siz boyvachcha. Shundaymi? Endi biz tuyovmizda. Labey. Boyvachcha. Qani mana bundan quyinchi. Yo'q. Bo'ldi, men tuyaman. Mana biz tuyam. Bo'ldi. Xafa bo'lmang. Absalom aka. Qo'shni. Absalom aka. Bo'ldi, men tuyaman. Mana u uchastkes, bizga olib qo'ygan mayda, chuyda, o'shalarni hammasini qo'shib hisoblang. Nech pul bo'ladi? Nima qilardingiz?
Pul to'layman. Bo'ldi, kayfingiz oshib qoldi. Yamoqchi. Tavba. 2 hissa qilib to'layman. Bo'ldi, kayfingiz oshib qoldi. Absalom aka. Mana shu oltindan sana beraman mana. Mana shundan 500 tasini gumdon qilib ko'mib qo'yibman. Boyvachcha, sendaqa boyvachchani do'kon-po'koni, jig'ildon vijdoni ichak-chavoq bilan sotib olishga qurbim yetadi. Spektakl tomoshabinni chuqur fikrlashga undaydi. Unda bir sahna orqali unga hayotiy savollar beradi. Inson haqiqat va yolg'on, halollik va ochko'zlik, vijdon va manfaatchilik o'rtasida qanday yo'lni tanlash kerak? Oltin devor ana shu haqiqatlarni ochib berishga xizmat qiluvchi ijodiy asardir. Garchi qamalib ketgan bo'lsa ham